Assalamu alaikum, sizlar bertanda sizlerмен bozor kanalı. Bugün 24 fevral. Rubl kursuvalari euro 95.80, dollar 84, rubl esa 1.04 bo'lib qolibdi. To'g'anlar ne qilamiz ana? Dardimizni hech kimga ayta olmay yuribmiz-ku. Bardıq banklar ko'rsataman, menda da rubl bor. Almashtirish kerak. Diskoberbankda da Doskredo bank 1.04 ekan. Qirg'iziston kommersiya bankda 1.045 ekan to'g'anlar. Eko Islom bankda esa 1.02 ekan to'g'anlar. Başta 1.1 ga tushib qolibdi. Aman bank deganda olsa 1.04,5 ekan. 1045 so'm bo'ladi ekan. 1000 rubl ekan to'g'anlar. Rubl yerga tushib ketibdi, Jalobod shahrida to'g'anlar.